O'zbekistonda yangilik. Laboda 3 barobar arzon laboni qotilni topib qo'ydim. Oynalari shunchalik bo'ladi, zo'ridan bo'ladi. Kraskalari o'chmaydi, ko'chmaydi. Qaranglar, ichini qaranglar. Mana bu yerda ventilyatorlari bor, lyuklari bor. Romlari yumshog'idan bo'ladi. Mana Tesla monitorlardan bo'ladi. Ranglariga bitta e'tibor beringlar. Ruchkalariga qaranglar. Ruchkalari misrovkadan bo'ladi. Kraskasi o'chmaydi, ko'chmaydi. Buni bemalol mana shunday qilib ko'tarib turib, qaranglar. Akkumulyatorlari 6 ta bo'ladi, 76 talikdan bo'ladi. Miyasi 1800 bo'ladi. Baloni 5 ko'rdagi bo'ladi, zo'ridan bo'ladi. Buni bitta tushiradigan bo'lsangiz, osonidan bo'ladi. Ya'ni bu 1 tonnagacha yuk ko'taradigan bo'ladi. Narxi $1450 bo'ladi. Undan tashqari mana yosh kattalar uchun eng zo'ridan bo'ladi. Narxi $550 bo'ladi, zo'ridan bo'ladi. Menga bespirova haydaydigandan keladiganlarga bespirova haydaydiganlari bo'ladi. Narxi $250 bo'ladi. Manzil Farg'onaning Qo'qondan bo'lyapti. Dastlabkasi kelishilgan holda bo'ladi. Undan tashqari $250 dan boshlanib, $250 dan boshlanib $1400 gacha Miravoy skuterlarimiz bor. Qaranglar, xohlasalar 500 kilolik, xohlasalar 1 tonnalik, xohlasalar mana shulardan bor. Fasl o'g'ri qoldimi, aloqaga chiqaverasizlar.